أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده تعالى حمد الشاكرين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة المسافر. Yuqorqi bab bilan munosabati kasallik bilan safar kamchilik ilib keladigan ahvollar bo'lg'achqa salatul mariddan keyin salatul musafirni bayon qildi. Qala va farduhu fi kulli ruba'iyatin rak'atan. Farduhu ya'ni fardul musafir, musafirga farz bo'lgani 4 rakatlik namozda 2 rakatdan farzdir. Hozir mush masala ulamolar o'rtasida ixtilof bo'lgan masala. Ulamolar ittifoq kelgan o'rni bor. Ikki o'rinda ittifoq desak bo'ldi. Birisi safar altida qasr qilish degan bir narsa bor degan ittifoq. Qasr bormi, safar desa bor emas. Ikkinchi o'rin 3 rakatlik namozda qasr yo'q degan ittifoq. Masalan, vitrda yoki shamda qasr yo'q degan ittifoq. Endi ixtilof bo'lgan masala shu desa, 4 rakatlik namoz bo'lsa, buning farzi necha rakat? Hanifi mazhabda buning farz bo'lgani 2 rakat, 2 rakatdan ortiq o'qish farz emas, hatto 2 rakat o'qishi vojib degandek qaraydi. Imom Shafiy rahmatullohi alayhi yoki jumhur deydi, qasr o'qish mustahab, vojib emas. Mustahab deganning ba'zisi sunnat muakkada deb qo'ydi, Imom Malik o'xshash. Lekin Hanifi mazhabda 4 rakatlik namozni 2 rakat qasr qilib o'qish vojib degan mazmun chiqadi. Jumhurlar mustahab deydi. Ya'ni Hanifi mazhab 2 rakat o'qishi shuningga farz bo'lgani shu. Li hadisi Aisha radhiyallohu anha qalat: "Furidat as-salatu fil asli rak'atayn, fazidat fil hadari wa uqirrat fis safar." Hozir dalillar bayon qilyapti. Mushqarishiga Hanifi mazhab jumhurning muqobilida jumhurga qarshi dalillarni bayon qilyapti. Hazrat Aisha radhiyallohu anha shunday degan: namoz aslida 2 rakatdan farz qilingan, muqim holatda 2 rakat oshirilib, safar holatida ayni holatda asl holatda qolib qolgan degan. Bu hamda Hazrat Aishaning so'zi bo'lsa-mu, lekin buni cho'qim Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan anglamagan bo'lsa, o'zining yenidan chiqarib bermaydigan so'z desak, marfu'ning hukmida bo'ldi. Va la yu'lamu zalika illa tawqifa. Bu muttafaqun alayhi rivoyat. Va qala Umar radhiyallohu anhu salatu safar rak'atan. Hazrat Umar mo safarning namozi 2 rakat degan. Va salatul jum'ati rak'atan tamamun ghayru qasrin ala lisan nabiyyikum sallallohu alayhi vasallam. Bunun da salatu safar rak'atan deb aniq dedi. Bu mo la yu'lamu zalika illa tawqifa deymiz. Lekin bu sunan kitoblarda kelgan rivoyat. Wa rawa ibn Abbas an an-nabiy sallallohu alayhi vasallam أنه قال إن الله فرض عليكم الصلاة على لسان نبيكم في الحضر 4 وفي السفر ركعتين. ابن عباس رضي الله عنهما روايت qilishcha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam degan: Alloh taolo sizlarga payg'ambarlarning ig'zi bilan namozni muqim holatda 4 rakat, safar holatida 2 rakat farz qilgan degan. Sahih Muslim rivoyat ekan. Va misluhu an Ali radhiyallohu anhu. Hazrat Ali'dan kelgan rivoyat ojizroq. Undan keyin bu Hanifi mazhabning safar olti 2 rakat o'qishi vojib, farz qilingani shu deganga qizg'an dalillari. Uning qo'shimcha Hanifi mazhabining bir dalili Rasululloh sallallohu alayhi vasallam safarda izchil qasr qilgan. Bir qatimmi mesela caizdi mesela manda qilsam jaiz deb bayon qilib qo'yish uchun bir qatimmi to'liq o'qib boqmagan. Bu mu nimani alomati? Bu vojibning alomati deydi. Yani jumhurning qo'ygan dalillari bo'lsa, Alloh taolaning va idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salat degan shunday oyat. Nafil junah degan mayli bir ruxsat ismi ko'rsatdi demoqchi. Yana Ya'la ibn Umayya qala
قلت لعمر بن الخطاب فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس مش آيات من ده إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا لكن هاجر خلافة الراشدة دوردا خلايق خاتجم بولب ketdi hozir bunda qasr qilamdiq deb so'sam faqala ajibtu mimma ajibta minhu sayran qavashdim mayran qag'an Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'sam dediki sadaqa tasaddaqallohu biha alaykum faqbalu sadaqatahu bu Alloh taolo sizga bergan bir sadaqa ya'ni kengchilik buni qabul qilinglar jumhurning dalili vajlislardan sadaqa tasaddaqallohu biha alaykum degan shu jumlani dalil qilib bu ruxsatlikni ko'rsatdi degan. Endi mazhabning qarta faqbalu sadaqata da buyurdimi buyurmadimi qabul qil dedi. Qabul qilgan buyruq vojibni ko'rsatdi. Bu odatga bir insonning bir sadaqasiga o'xshamaydi bu. Bu Allohning bergan sadaqasi buni qabul qil da'vosi sen qabul qilmasang bo'lmaydi. Lekin shu masalada Hanafi mazhabininki qarashi jalliq. Mesela yançalar. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sefer altında tuluk okpakma. Bir katım mı? Bununla karşı taraf mı? Makul kıldı. Hiç olmasa akalle takdirde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti ihtilaf şey oldu. Yani yengildik varsa. Tuluk okudu da rivayet kemiğe. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tuluk okumagan diyen mezmun inik zaten. Yani seferde tuluk okpakmagan. To'liq o'qib baqqan bo'lsa qanday bo'libdi? Shu rivoyat qaysi bo'libdi? Rivoyat faqat kelmagan ekan, sahobalarimiz uningdan oddiy, uningdan kichik ishlarni rivoyat qilyapsa, namoz munosabatlik, to'liqlash, kam o'qish munosabati albatta rivoyat qiladi. Rivoyat qilmaganligi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning unda o'qimaganligini ko'rsatdi. Agar bunda mantiq bo'yicha desak, biz bu rivoyat qilganning hammada albatta Rasululloh unda qilgan bo'lishi mumkin, lekin bizga rivoyat qilmagan bo'lishi mumkin degan bir nima chiqdi. Nima? Lekin bizga shu yetib kelgan hisob. Yetib kelgani bo'yicha la ta'abbad lillah. Shu jumhur iqror qilganligiga dil ekanmidi. İqrar deganlari hozir Rasululloh bir narsani ko'rdi yo angdi, ma'qul bo'libdi deb gap qilmasa iqror bo'ldi. Rasululloh vafot bo'lib ketgandan keyin Rasululloh yo'q chog'da Hazrat Oysha o'qisa, iqror bo'lmaydi. Yani fi'l sahabiy bo'ldi. Iqror bo'lishi Rasululloh xabar topgan bo'lishi lozim. Yani o jumhur agar iqror qilgan ahvol bo'lsa, bir yerdan tip ekilibdi buni, cho'ng bir dalil topdik deb. Hozir shuncham bu, bunaqa shunda keskin bo'lgan turuqliq, bular unda bir tutumliq dalilni topolmaganiga qaraganda yo'q ham iqror qilgan. Bu cho'qim ekilibdi buni. Cho'qim shunda. Ayşe hadisda Hazrat Ayşe Resulullah'ın aldığını bunda okudu. Ya ben bunda okudum depti. Resulullah onun yapımıdı dep kesitti. Resulullah'ın ikrası oldu. Resulullah'ın fakat bunda gibi yok. Hazrat Ayşe bunda okuydu. Hazrat Ayşe'nin özünün ictihadı bilen bunda okudu. O merfu'luk fakat yok. Özünün düşünüşü. Ya ruhsat da kalmayız. Ama Cumhur'un da karşıda ruhsatın nedir? Ruhsatın azimimizde bunda da para falan. Hazır hamda azime kaysa, ruhsat kaysa. Mesela Cumhur Türkiye azime, şirket oksan mail boptan musafir olan diken. Diyen gap ma ruhsat ma o de. Yani bir zat ya şirket okuş azime şu. Türkiye okutasa sünnet xilaf es bulmaganda, günahkar oldu sünnet xilaf. Va ila ahiri çıktı. Lekin bunda qarasak, Rasulullah'ın qilgan ishiga to'rtiga to'liq o'qib tushamdi. Shunday mumkin emas. Lekin bu to'rtiga o'qisin mayli deganda qarashlar haqiqatan ojiz. Garib jumhurning qarashi bo'lsin. Endi bu shu jumhurlarning dalil qilgani, baytin Abdulqodir deganda iqror, sunnat taqririy emas. Ba'zi sahobalarning to'liq o'qigan voqealiklarni dalil qilgan. Mesela Hazreti Ayşe'de, Hazreti Osman Mina'da to'liq o'qigan, Hazreti İbn Mas'ud bununla etiraz bildirib keyin uni to'liq o'qigan degandek rivoyatlar bor. Hazreti Osmanning kelgan rivoyat, Hazreti Osman uni o'zini bayon qilib qo'ygan. Makkadan o'ylangan Hazreti Osman. Hazreti Osman xalifa bo'lgan chaqda hojiliga boshlab bordi.
Bagan çağda şu Mina'da turg'ugan. Uğgan çağda Masud e'tiroz bilgan çağda Rasulullah qasri o'qitdi bu yerda degan chaqda inni ta'ahhaltu bi Makka. Men Makkada o'yinib qoldim. O'ychaqli bo'lib qoldim. Men Makkalik bo'lib qoldim hozir. Makkaning jutunda bo'lib qoldim, musafir emas, hukumat bo'lib qoldim deb o'zini bayon qilgan. İmam ya qo'mondan ashuna o'qigan ekan, keyingi jamoatmi ixtilof qilmas uchun ashunda o'qiydi. Ibn Mas'udmi shu to'tirgan o'qigan. Hazrati Aisha gerçi şu furidat salatu safar rakatayn degan hadislar rivoyat qiluvchi bo'lsa-mu, o'zi to'tirgan o'qitgan. Ya to'tirgan o'qidi degan rivoyatlar bor ekan. Bu Hazrati Aishaning o'zining ijtihodi, o'zining bir xil tushunchasi bo'lishi mumkin. Yana buning dalili aqliy dalildan bilsa, ya qiyosdan bilsa, musafir kishi, muqim kishi iqtidor qilsa, to'liq o'qiydi-ku. Eğer qasr qilish vojib bo'lsa, bu to'liq o'qima ishtirkka to'xtab qolsa, to'xtab qolmay to'liq o'qiganlikqa o'qisi bo'lganligini ko'rsatdi deydi. Lekin bu inna joylal imom yutammabi fala tahtalifu ala immatikum degan hadislarga asos. Imom bilan keyin jamoat ish qil namoz o'qimas uchun shunda o'qigan desak bo'ldi. Qala amma al-fajr wal-maghrib wal-vitr fala qasra fiha bil-ijma'. Bamdod, sham va vitrda onda barliq ulamoning ijmo bilan qasr qilish yo'q. Albatta shirkatlikda qasr qilish yo'q. Qasr qilish degan gap varid emas onda. Shirkatlik namozni desak bo'ldi. Qala va law atamma al-arba'a faqad khalafa sunnah. To'tirgan to'liq o'qivasicha musafir kishi sunnatga xiloflik qilgan bo'ldi. Aqalli taqdirda. Agar bu vazifni vojib degan qarshi bo'lishini qilsa, gunohkor bo'ldi degan chiqdi. لأنه صلى الله عليه وسلم لما صلى بأهل مكة بعد الهجرة صلى ركعتين ثم قال لهم أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. Nalki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünneti musafirlikte şirket o'qishdi. To'tiga to'liq o'qiyotgan kishi sunnatga xiloflik qilgan bo'ladi. Qala fa in qa'ada fi ath-thaniyati ajza'ahu ithnatan 'an al-fard. Yani mushu shirkat o'qimay to'tirga o'qib davomlashganning kasrasi. Safarda shirkat o'qimay to'tirga o'qiyotgan deb turoldi. Bunda masalada taqvodorlik qonunda al-khayr fi ittiba' rasul. Yo'q, men qasr qilmay bunda to'liq o'qiydim desa, bu bir xil bag'razi qildim. Bu beklamanda oshqun taqvodorlik bo'lib, sunnat xilof qilishim. Ba'zi odamlar bag'amda, masalan, to'g'risi ma'uz, yo'q, men bunda qildim. Voy, hadisdan da'vat bas, yo'q, chinni qildim. Yani taqvodorlik chin yadichi, bo'sh bo'lsa, undan taqvodorlik. Chin yani bo'shni tutib qilib, ya chin yani taqvodorni tutib qilib, bo'sh yani chin tutib qolsa, bu bo'lmaydi. Va shirkat degan ekan, shirkat o'qiydi. Yo'q, men to'tiga to'liq o'qiydigan odamdim deb qolsa, bu bunda basharib chiqadi. Sunnat xilof qildi ber. Ikkinchisi, buni ahvoli qaraymiz. Shirkat o'qib bo'lgandan keyin o'tadimi, o'tmadimi? Çünkü ba'zi shirkat o'qiblam, o'tmay qolib ketgan ahvol bo'ldi. Fa in qa'ada fi thaniya, o'tgan bo'lsa, ay shirkat ida qulta hada aw qa'adta faqad tamma salatu deydi sog'o. Salom berishlar qilib qoldi, lekin o'tirash bo'lgandan keyin shirkat hozir farz tamom bo'lgan bo'ldi. Farzga solaymiz deydi. Mayli. Vaqad asa li ta'khir as-salam an mawdi'i. Salom berishni shirkatdan keyin salom berish qoidasi bor bu. Kechiktirib to'tirganni tamomlab bo'lgandan keyin salom bergan bo'lg'achqa bu yaxshi qilmagan bo'ldi. Buni mayli dedik deydi. Farzi gadimdan saqt bo'ldi. Va rak'atan lahu nafila. Keyingi shirkat uni nafli hisoblandi. Li ziyadatiha ala al-fard. Chunki bu shirkat farzdan ortiq shirkatda. Naflning ma'nosi shu. Ortiq degan bo'ldi. Wa illam yaq'ud fi ath-thaniyati o'ttama qolib ketgan bo'lsa shirkatdan keyin batala farduhu. Farzi bekor bo'lib ketdi. Li'annahu taraka ruknan wa huwa al-qa'datu akhir as-salah. Bu namozning oxirgi o'tirishini faqat o'ttama qolib ketgan bo'lg'achqa, tark qilib ketgan bo'lg'achqa bu farzi bekor bo'lib ketdi deydi. Qayta o'qish lozim. قال ويصير مسافرا إذا فارق بيوت المصر قاصدا مسيرة 3 أيام ولياليها. Bir kishi safarga otlandı. Bu qachondan tortib
musafirlik hükmü buldu. Musafirlikka qachondan tortib boshlanib namozni qasr o'qishni boshlaydi desa, shu sha'ninki uylardan, mahallalardan shunda ayrilib, sha'ning sirtiga chiqqan chaqda, mesela etizlikni ko'rangildi, uylar uzilib qoldi, sayliq boshlandi, mesela. Shu chaqda ta'sir qilishni boshlaydigan musafir bo'ladi. Lekin bu safar, qanday safar bo'lishi lozim? Masirata 3 ayyam va layali. 3 kunduz, 3 sutka safar qilma deb shu niyat bilan chiqsa, sha'ning sirti shunda 3 sutka, 1 sutka yo'l yurib bo'lmagan bo'lsa-mu, boshlanish nuqtasidan tortib bu qasr qilishni boshlaydi. Li'annahu la yasiru musafiran illa idha kharaja min al-Misr. Chunki bu sha'dan chiqmasa, musafir hisoblanmaydi. وقد قالت الصحابة رضي الله عنهم أجمعين لو فارقنا هذا الخصة لقصرنا. Tabi kiramdan kelgan rivoyatlar bor. Bular asosan Hazrat Alidan va boshqalardan kelgan rivoyatlar Madinadan misin yo Kufadan bunda ayrilib, bir kapini ko'rsatib, xus degan bir kappa hamda. Endi bo'ri bilan, endi qumushli bilan yasalgan kappa uylar. Endi o'shaning ichida muqim mahallalarda unda o'ylab bo'lmaydi. Aşağının sırtda şunda tugab qolgan joylarda bo'lishi mumkin. Mushu kappa uylardan ayrilsak, qasr qilishni boshlaymiz degan sahablar. Yani bu yerda musafir kishi to'liq o'qish kerak bo'lgan ahvollar bor. Birinchisi, muqim iqtido qilib qolsa, innama jo'ylal imom li yutama degan hadisga asosan to'liq o'qish lozim dedi. İkinci ahvol, musafir kishi safarga chiqqan chaqda muqim chaqdagi o'qiganmaga namozni eslab qolsa, burun o'qiydigan holatda o'qiydi. Gerçi hozir qoldi musafir, lekin shahrik chaqda o'qiganmay qolgan namozni o'qib qolsa, to'liq o'qiydi. Ha. Endi muqim imom bo'ldi. Musafir iqtido qildi. Namozdan keyin ba'zi bir rakat ulgurish va 2 rakat ulgurish va yoki tashahhudda o'tgan chaqda ulgurish va ya rukudagi chaqda ulgurish va qanday chaqqa ulgursilam, salom berishdan ilgari ulgursilam, musafir kishi muqim iqtido qilganlik uchun to'liq o'qish kerak bo'lamdi yoki bir rakatga to'liq ulgurgan bo'lsa, undan to'liq o'qish kerak bo'lamdi. Bir rakat to'liq bo'lsa, tashahhudda o'tgan chaqda bilan ulgurib qolgan bo'lsa, tashahhuddan qo'yib bilan o'zi 2 rakat o'qib bo'lamdi. degan masalada jumhur ulamolar namozning qaysi bir qismiga ulgursa, musafir kishi muqim iqtido qilib, muqim kishi namoz o'qiydi. Tashahhud o'tiraqli. Musafir kishi kelib iqtido qildi, shunda o'tirib tashahhud o'qishiga assalomu alaykum va rahmatulloh dedi. Ya'ni bu qo'lab davomlashtirgan chaqda to'liq o'qiydi dedi. Chunki bu imom iqtido holatda shun davomi mutaba uchun to'liq o'qiydi dedi. İmam Malik rahmatullohi alayhi agar bir rakatga ulgurmagan bo'lsa, rukudan keyingi chaqlamasa, oxirgi rakatning rukudan keyingi chaqlar ulgurgan bo'lsa, keyin o'zi qo'yib to'liqlagan chaqda 2 rakat bilan o'zining farz bo'lgan 2 rakat bilan o'qiyasi bo'ldi. Ya to'liqlab o'qiydi. To'liqlab o'qiydi. Chunki Rasululloh ya qanday Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qilgan bo'g'achqa, Rasulullohning sizdir bo'g'achqa, shuning asosan bu ixtilofga kirmaydi degan bo'lsin. Rasululloh Makkada shunda o'qib, "Atimmu salatakum" deb siz davomlashtiringlar deb qo'ydi. Endi yana bir musafir kishi bir masjidga kirdi yoki bir jamoatning namoz o'qiyotganini ko'rdi. Iqtido qildi. Lekin bular masalan oxirgi rakat bo'lgan bo'lsa, ya oxirgi 2 rakat bo'lgan bo'lsa, bu salom berib bo'lgandan keyin bu o'zi qo'pab davomlashtirmoqchi bo'lgan kishi bular musafir bo'lganmidi, muqim bo'lganmidi buni bilmaydi. Bilmasa qanday o'qiydi? Aslan muqim bo'lsa, xudo qilgan kishi, musafir kishi to'liq o'qishi lozimda. Agar jamoat musafir bo'lgan bo'lsa, 2 rakat o'qigan bo'lsa, bu ortiq o'quvchi 2 rakat o'qish kerakda. Lekin bu ahvol uqmaydi. Qanday qilish kerak? Ulamolar bunda ahvol qarab mo'lchallab tutadi. Masalan, shahar mahallalardagi muqim aholilar o'tiraqlashgan joylardagi masjidlarda jamoat o'qiyotganmiz, bular to'liq o'qiyotganlar deb faraz qildi. Shu bo'yicha muomala qildi. Oydrum, bekat, vokzal yoki o'tan yo'llar, yo'l bo'yidagi masalan, bular tushib ketilgan, endi joylarda bo'lgan jamoat bo'lib qolsa, bu musafir deb shu bo'yicha faraz qilib turmoqni qildi. Hech qanday unda faraz qilinmay gangrabdan qolgan bo'lsa, desa, ulamolar har xil qarash bo'lib qolgan. Hanafi mazhabda faqat uxlamay qolgan ahvolda iqtido qilish bo'lmaydi.
Bundan keyin bu jamoat namozini tamomlab bo'lsin, salom berib bo'lgan ekan, oldidan puxta, unda ehtimollik yo'q, ishni qilib pravt o'qiymiz. Nima uchun degan chaqda Hanafi mazhabining jamoat namozining shartlarining ichida imomning ahvolini bilish degandek bir gap bor. İmamның ahvoli aniq bo'lishi lozim buning nisbatan endi. Maliki mazhabdagilar namozga kiraverdi. İmam musafir bo'lgan bo'lsa, 2 rakat o'qisa tamom joyida bo'ldi. Muqim bo'lib qolsa, cho'qim o'chag'i to'tirgan tamomlansa bo'lmaydi. 2 rakat o'qib to'xtagan bo'lsa, boshqa tanbih bersa, qatqob to'liqlanishi lozim. Bo'lmasa, to'liqlamay o'tkazayotgan bo'lsa, keyin yana 4 rakat o'qish lozim deydi. Shafiy mazhab, Hanbali mazhablar imomga iqtido qilaverdi. To'liq o'qiydi. Hattoki keyin bu imomning musofir ekanligi aniq bo'lsa-mu, to'liq o'qiydi. Nima uchun desa, chunki ko'pincha ahvolda musofir emas, muqim kishilar o'qiydi namozni. Ya'ni kishilarning ko'pinchisi musofir emas, muqim. Muqim holatda o'qishning hukmi g'olibroq demakchi. Yana o'sha munosib bir masala sunnat va nafl namozlarda qasr qilish yo'q. Qasr qilish faqat farz namozlarda bor. Masalan, biraydan deyishi mumkin. Farz namozni qasr qilgan ekan, va sunnat 4 rakat namoz 2 rakat qilib qasr o'qiylar. Yoki biz deyish mumkin, farz qasr qilinayotgan yerda sunnat o'qimaslik lozim, o'qisa bo'lmaydi. Agar sunnat o'qisa bo'lgan bo'lsa, farzni to'liq o'qish kerak bo'lib turadi. Farz hadi yerim qilib qolgan tursa, sunnat o'qish lazim ketdi deyishim. Safarda sunnat o'qish yo'q degan qarashim bor. Lekin shu to'g'ri qarashda sunnat va tatavvu namozlarda qasr qilish yo'q. Chunki bu farz emas. Farz desak, jafolab qilish batg'ol, qilmasa bo'lmaydi bo'lgan ekan, buni to'liq o'qigan holda jafolab qildi. Lekin ma'vo qilmasang gunoh yo'q deganni bo'lgan ekan, bunisining ahvolini ko'tara oladigan bo'lsa, o'qiysan, bo'lmasa o'qimasang bo'ldi. Kamchilik bo'lgan ekan, buni yo o'qisang to'liq o'qiysan, bo'lmasa o'qimaysan deydi. Safarda sunnat faqat o'qish yo'q degan qarashmi, bu ojiz qarash. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam safarda sunnat o'qigan. Bundan o'zga sunnat o'qigan bu isbotlandi. Undan boshqa Xulafa Rashidinning o'qigan rivoyatlar bor. Gerçi İbn Umar radhiyallohu anhudan Rasulullohning va Abu Bakr Umarlarning keyin namoz o'qidim, 2 rakat ortiq o'qimaydi degandek rivoyatlar bo'lsa, buni boshqa o'qidi degan rivoyatlarni ko'z tutib turib, Ibn Umar ko'rgan bo'lishi mumkin. Bu yerda ko'z tutib o'qimasa, chidirning ichiga kirib o'qigandi. Ko'rganlarga hujjat bo'la oladi deb qaradi. Bu sunan tiyari bir şey olan ekan, o'qiyman desa, bularman bomdan kelgan 5 farzning birisining sunnati o'qilganligi aniq bor. Bundan keyin boshqa 4 farzning o'qisa bo'ldi degan gap. Gerçi unda bomdanning farzi alohida ta'kidlangan, alohida fazilatli degan tarafdan bo'lsa, lekin Allah shu sunnat namozi. Qala va amma at-taqdir. Endi masirat 3 ayyam da bektugan bu mazhabda. Bu qanchalik masofani basmoqchi bo'lsa, namozni qasr qildi degan masala. Bunda ulamoning qarashlari bakki. Ba'zi ulamolar mushu masalada 20 qarashni qilgan. 20 xil qarash. Lekin mashhurlardan tanilgan cho'ng mujtahid imomlarning qarashlarini shunda akasak 3 xilni deb o'tsak bo'ldi. Masalan, Hanafi mazhabining qarashiga kelsak, masirata 3 ayyam dedi. 3 kunlik yo'l bo'lsa dedi. 3 kunlik yo'ldan azlab qolsa qasr qilish bo'lmaydi. 2 kunlik, 1 kunlik yo'l bo'lsa bo'lmaydi dedi. Bu Hazrat Osman, Huzayfa ibn Mas'ud va Suvayd ibn G'afala radhiyallohu anhumlardan kelgan va tabi'lardan Sha'bi va Naqai va Thawrilardan kelgan. Bular mush qarashiga, mush kitobda bayon qilgan mush hadisni dalil qilgan. لقوله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر 3 أيام ولياليها والمراد بيان حكم المسافرين. Müşahidiste cimi musafirlarning hukmini bayon qilish ma'nosida. Musafirlarning bir qismini emas. Liyakuna a'amma foydatan. Müşahidisning foydasi to'liq bo'lishi uchun deymizki, bu hadisda tillangan al-musafir degan so'z har qanday musafirni o'z ichiga olgan so'z. Umum iboradir. فيتناول كل مسافر سفره 3 أيام ليستوعب الحكم الجميع. 3 kunlik safar qilgan qanday bir musafir bo'lib qolsa, buni o'z ichiga oladi. Shunda degandilar, bu hukm har qanday musafirni o'z ichiga olib ketgan bo'ladi.
ولو كان السفر الذي تتعلق به الأحكام أقل من 3 قصر قلاش ورزق مسلق degandek ahkamlar uyam bo'lib ketilgan safar 3 kunlikdan qisqa safar bo'lib qolgan bo'lsa la baqiya min al-musafirin man lam yubayyan hukmuhu hukmi bayon qilmagan ba'zi musafirni qad qoldiramiz 2 kunlik musafir 1 kunlik musafirni hukmi bayon qilmay qoldi yani boshqalar esa 2 kunlik safar deymiz degan ekan bu hadisda agar hammasini o'zi olib ketdi demasak bunun 3 kunlikninkini hadis bayon qildi, ama 2 kunlikninki sirti qolib qoldi degan gap chiqdi. Biz buni hamma musafirni o'zi oldi deb tushunamiz. Va li anna al-alif wal lam lil jins. Alif lam al musafir yani al lil jins. Jins al musafir. Yani bu yerda hozir alif lam tufid al umum der usul fiqhda. Min siyaq al umum deymiz. Musafirlar bo'lar ekan degan gap. فيدخل في هذا الحكم كل مسافر ومن لم يثبت له هذا الحكم لا يكون مسافرا bu hukm ulkanmaydigan kishi bo'lsa bu musafir bo'lmaydi. 3 kunduz yo'l olmaydigan kishi musafir emas degan gap chiqdi dedi o'sha hadisda. Buni yondashtirib yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها degan Sahih Muslim'dagi hadisini dalil qilgan. Shunda 3 kunduz degan bor deydi. An Mushanifi mazhabning 3 kunduz degan mushu qarshi asosan bu orliq masofa qanchalik chiqadi? Qasr qiladigan masofa. Bular piyoda yak tugilan mansa bir kunda bir kishi masalan 10 kilometr ma'laydi. Kunda masalan 40 kilometr atrofida 35 kilometr atrofida ma'lishi mumkin. Deb chunki ma'lgan kishi arama tayyorlamasi bo'lmaydi. Arliqda tushib namoz o'qiydi, tardaladi, tamoq yeydi, aram oladi, yana ma'ladi. Bunda qilgan ahvolda 35-40 kilometr ma'lishi mumkin deb faraz qiladi. Masalan Qashqardan otib chiqqanchilik bir kunda shuncha yo'l ma'ludi deb. Soatda 40 kilometr desak. Yoki Xotandan Qarqash chiqib qaytib kirdi bir kunda. Shunga 40 kilometr chiqdi. 24-23 kilometr desak. Bulanda mush masira salati ayyamda 24 farsakh hisoblab, 24 farsakhni 72 milda chiqargan. 72 milni 1 milni 18 metrda hisoblasak 1 milni bu 130 kilometr atrofida nasib. Yani bir mazhabdan 3-4 kunlik masofa degani 130 kilometr atrofida chiqadi. Albatta bu 130 kilometr hozir qatnash vositalari tizilishib ketdi. Soatiga 300 kilometr ma'nodan poyezd bor hozir. Aeroplanlarmi 400 kilometr ma'nishi mumkin, mashinami 150 kilometr ma'nishi mumkin. Bo'lsa, qanday tiz qatnash vositalari basimi o'xshash. Bundan keyin bir mazhabning qarashi 130 kilometr atrofida masofa bo'lsa, undan qasr qilingan safar orliqqa hisoblandi deydi. Ikkinchi qarashda 2 kunlik safar bo'lsa, undan qasr qilishni bo'ldi. Yani böyle 3 gün dedi o, yani maqala 2 gün düştü. Bu cumhurning qarashi. Ular la yahillu al-imra'atu tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masir yawmin wa layla yawmayn degandek rivoyatlar bor. Masirat yawmayn degandek rivoyatlar tayinlangan. Endi bu mazhabdagilar bu yawmayn degan qanday javob berdi bo'lsa, ya 3 kunlikka chiqqan taqdirda yawmayn masofasi kelgandimi qasr qilib mansiz degan bo'ldi. Masir yawmin va layla esa birinchi kundan tartibli qasr qilish degan bo'ldi. Bunday izohlaydi. Lekin buningki bu masiratda sa'atayam yawmin yawm va layla degan orqali rivoyatlar bor. Lekin bu bak bunda nas unda dalil bo'lmaydi. Har ikki tarafga. Ammo jumhurning tayog'ini Ibn Umar radhiyallohu anhu annahu kana yaqsuru fi 4 burud. Ibn Umar 4 barid masofada qasr qildi. Imom Malik Muvatta'da rivoyat qilgan sahih rivoyat. Ibn Umar va Ibn Abbas radhiyallohu anhum kanu yusalliyani va yuftirani fi 4 burud kama fawqahu. Bu Imom Navaviy Majmu'da sahih deb qaror rivoyat bu. Bu sahabalarning mujasarlari tanilgan bo'lishi kerak. Bularning masirati yawmayn qanchalik orliq chiqdi? Masirati yawmayn 4 barid.
Yani 16 farsah. Yani 48 mil. Yani 87 kilometre. Hazır biz fatva bir kilovattan qarash, jumhurning qarash. 85 kilometre, 88 kilometre, 90 kilometre, 89 kilometre degan gaplar shu. O yerda? Çünkü o yerda mi chiqib qoladi hozir? O yerda mi bor? Chunki 20 qarashdan hamda bizga chiqib qolishi mumkin o yerda. Ma uchinchi qarash buni. Bizlar 20 qarashdan 3 qarash bilan tanlab keldik. Çünkü bu şam dasas ko'pchilikni tashkil qildi. Sağlı bir tabiidan, bir olimdan rivoyat qilingan qarashlar. Uchinchi qarash safar bilan bo'lgan qasr qisi bo'ldi. Uzun safar olsun, qisqa safar olsun. Bunun chegarasi yo'q. Faqatlan bunun chegarasi shu urf odatda safar deb ataydigan bir ish bo'lsa, hisob deb turadi. Bunun eng aqalli qanchalik desa 3 mil deb baqqan, ba'zi 1 milmi deb baqqan. Al-ahvat salasati farasih mi deb baqqan. Sana farasihga shu kilometrdek joyga yaqinish mumkin. Milgan 18 metr. Mush qarash Zohiriyning qarashi, Ibn Hazmning qarashi. Qarasanglar masalan, Hanafi mazhab keyin jumhur bular manchkilik masabida bekitishga ma'qul keldi, ijmo bo'ldi. Mesela 3 kunlik masofa deganmi, 3 kunlik masofa deganmi, shu bir bekitish bor degan gap bor. Bu bir bekitish tarafdori. Ma tarafda Zohiriy lamba. Boshqalar manchkilik deb bekitmaydi ekan. Garchi ular o'zaro aqlashib 3 kunlik deb qolmasin lekin manchkilik deb bekitish bor degan ittifoq. Zohiriylar Ibn Hazm chiqib bekitish yo'q. Safarlan bo'ldi ekan. Qanday safar? Uzun bo'lsin, qisqa bo'lsin. Buni qanday ayiramiz? Urf odat bo'yicha. Safar qildim deydigan bir shu yurtning urf odati bo'yicha safar qildim degan ish bo'lsa, safar hisoblaymiz. Ya buni urf odatmi ba'zi qulamaydigan ish bo'ldi desa, bundan so'ng tayyorlab, qo'jin tayyorlab, oziq-tulik olib, nima qilgan safar bo'lsa, buni safar deymiz deb turadi. Lekin bu naytamda gerçi bunda ilg'or qarashdak turgan bilan bek ojiz qarash. Gerçi buni keyingi zamonlarda İmam İbn Taymiye shogirdi İmam İbn Qayyim rahmatullohi alayhi nayt qo'llab-quvvatlagan bo'lsa-mu, bu ojiz qarash. Mana keyingilardan İmam İbn Taymiye, İbn Qayyim, Shavkani va undan boshqa masalan hozirga qadar sansak masalan Shayx Usaymin, bin Jibrin rahmatullohi alayhim bular qo'llagan. Lekin bu bir tutam yo'q bir ishning. Qanday tutam yo'q? Hozir mushadin bir avtobusda bir kishi bir yoy safar qildi deylar. Safar qilsa 20 dan avtobus chiqqan bo'lsa, buning uni so'm kelib olgan bo'lishi mumkin. Uni so'm tayyorlayman, men chiqib bir soat o'tirib kech qaytib chiqma deb so'm tayyorlamay bo'lgan bo'lishi mumkin. Ayollar yerimi mahram olgan bo'lishi mumkin. Yerimi mahram olmagan bo'lishi mumkin. Safarda. Yo'q safar demaymiz, mahram ketmaydi mana deb bilan chiqqan bo'lishi mumkin. Bunga bu tustum yo'q. Bir o'lcham tushmaydigan ahvol bor. Bularning dalili Avayda darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salat. Darabtum fil ard dedima, shu mansanglar, yo'l yursanglar, qasd desang bo'ldi dedi. Lekin aslida lug'atda darabtum fil ard degan raur safar qilsang, raur safar degdek bir safarga chiqsang degan gap bu. Yo'l yursanglar degan bu. Shadimda ya 30 kilometr mansun safar bo'lib qolibdi. Yana bunun delili la tusafirul mar'a baridan illa wa ma'aha mahram. Bir barid arlıqqa mahram bo'lmasa safar qilsa bo'lmaydi degan. Avval bo'lsa 3 kun degan mushunday desa keldi-ku. Mavla bir barid degan. Bir barid degan 20 kilometrdek bir narsa. Barid degan asli farsiysi. Baridam degan. Keyin shu pochta ishlatilgan atlarga ishlatilib har 20 kilometrda bir pochta punkt turgan musulmonlar. Yani burunqa shu zamonlarda musulmonning territoriyasida DHL bordi. Hozir DHL var, siz pochta 20 soat yetkazib deganda nima bordi. Bu qanday qilib desa, albatta bu pochtalar ko'pincha masalan davlat ishlariga, podshohlar, amirlarga, maktublar, urush, harbiy ishlarga bunda ishlatilsa, lekin endi pochta bordi. Balki fuqarolar foydalanishi mumkin.
Her 20 kilometre, 24 kilometre deseniz bir baritni 24 kilometrda demalduruqluq qachon gat chaptusa toza shu mag'dullik holatda aqlni tayyor turdi. Shunda xatni elib kelgan, achchab turib kelgan xo'shkashlik kilishaman uning otlarini aramaldirib, demalishib qo'yib, men demalib turganni miniblan bulmanatdi. Kilar punktga chiqib ulu ashunda yetkizdi. Undan keyin naytizlam yetkizib bo'ldi. Keyin unda xo'shkashlik nimasi endi barit deb ashundan atalgan. Asli bu ashunda har bir punktning orliqini ko'rsatadi. Barit bir qo'shnoqsidan yana bir qo'shnoqsining orliqi. Undan keyin biz hozir tarjih qilib fatvo javob berayotgan qarash shu jumhurning qarashi 80 kilometr degan qarash. Yani sahabe kiramdan sayı ketto, yani kim şu İsa. Ha. Çıkkında ittifak. Çıkkında bular hemmesi ittifak. Bunda ittifak değil. Masafına bir narsadan bekitishga ittifak. Lekin tafsilotda o'tlashdi. Yani şu 3 kunni yoki 2 kunni bekitdi. Şu 2 kun ya 3 kun yo'l yurish qanda darajaga yo'l yurish desa, qala sayral ibli va mashyal aqdam. Sayra va mashyada nasl o'qishi masirata degan bo'g'achqa. Tugining minishida, piyodilning minishida 3 kun minish dedi. Li'annahu al-wasatul mu'tad. Çünkü mushu o'ttiral minish. Fa inna sayra alal khayli fi ghayati sur'a. Çünkü atmansa na'tizmado va alal ajali fi ghayatil ibta. Arudu maqasa ulaq qatqan arulda buna ait asmado. Fa'tabarna al-wasata li'annahu al-ghalib. Şunu biz o'ttiralni tutdik dedi. Çünkü ko'pincha ahvolda bunda tugulan yoki piyoda bo'lgan bo'g'achda. Yoki hech bo'lmasa shu vahiy tushgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shariatni bayon qilgan shu chaqlarda shu arab yerim aralida minish ashundatdi. Undan keyin kelgan hadisni shu chaqdagi muhit bilan tushunamiz demoqchi. Qala va ya'tabaru fil jabal ma yaliqu bih. Tag'liq ashuna chig'il yo'lda bo'lib qolsa, u o'z layiqida hisoblaymiz. Va fil bahri atdalur riyah. Dengizda safar qilish bo'lib qolsa, shamolning mo'tadil chiqqan ahvolni hisoblaymiz. Li'annahu wal-wasat. Chunki o'ttira ahli shu. Va huwa alla takuna ar-riyah ghalibatan wa la sakinatan. Shamol va qattiq kelmagan yoki jimib qolmagan holatda fayunzaru kam yasiru fi mithlihi. Bunda ahvolda 3 kunduzda qancha yo'l yura oladi deb mo'ljallaymiz. Taniq rayonda 130 kilometrning o'rniga 50 kilometr mangsa 50 kilometr. Dengizda 130 kilometrning o'rniga 200 kilometr mangsa 200 kilometr bunday hisoblaymiz. Fayjalu asla. Undan keyin ashuni hisoblab turib, shuni asos qilamiz. Qala va la yazal va la hukm as-safar hatta yadkhula misrahu. Musafir safarda ketayotdi. Bu qachon musafirlikdan chiqib muqim bo'ladi desa, taki o'zining shaharga borgan qadar musafir bo'ldi. Shaharga borgandan keyin shahar kirsa, muqim bo'ldi. Yoki او ينوي اقامه 15 يوما في مصر او قريه yoki bir kent yeza bir yurtda yoki bir shaharda 15 kun turma deb niyat qilsa muqim bo'lib ketadi. لان السفر اذا صح لا يتغير حكمه الا بالاقامه. Chunki safar to'g'ri safar bo'lsa, buning hukmi muqim turish bilan, shu safarning oxirlashi bilan undan tugaydi. Val iqamatu bin niyati aw bi dukhul vatani. Iqama degan muqim bo'lish degan ya niyat bilan bo'ldi yoki o'zining vataniga qaytish bilan bo'ldi. Lianna al-iqamata tarku safar. Chunki iqama degan muqimlik degan safarni tashlash, safarni oxirlashtirish degan gap. Fayda tasala bin niyati tamma. Niyat bilan tutashsa tarki safar. Niyat iqama bilan shundan o'qisa safar tamom bo'lgan bo'ldi. Bi xilafil muqim haythu la yasir musafiran bin niyya. Aksicha muqim kishi bu niyat qilishi bilan amaliy safarga otlansa niyat qilishi bilan musafir bo'lib qolmaydi. Bu shart turib men safar qildim, niyat qildi. Bugun safar qilgan bo'ldi. Niyat qilsa safarga otlansa undan musafir bo'ldi. Bo'lmasa u niyat qilib qo'yish bilan Madinaga o'tsa musafir bo'lmaydi. Lekin musafir ketib bilan bizga kelib, o'sha turmada niyat qilib qolsa muqim bo'lib ketadi.
Lianna safara insha'ul fi'l. Çünkü safar degan bir ishni paydo qilish iborat. Yutkilish iborat. Fala yasiru fa'ilan bin niyya. Nolkin quruq niyat qilib qo'ysa, amaliy tutish qilmasa, musafir bo'lmaydi. Va amma dukhul vatanihi jutur kirish kelsak, fali anna al-iqamata lil-irtifaq. Iqama degan bahriman bo'lash, foydalanish uchun. Irtifoq degan foydalanish, qo'shimcha foydalanishdek. Bu rafiqdan kelgan bo'lishi mumkin, rifqadan yoki mehribonlik tarafdan kelgan bo'lishi mumkin. Ikki tarafida bir xil amraolab, bahriman bo'lib foydalanish mazmun bor. Ya'ni iqoma desa uy aram, ashyodik urug' tiqqan bilandan bahriman bo'ldi-ku. Va annahu yahsulu bi watanihi min ghayri niyya. O'zining yurtida urug' tiqqanlari, qavm jamoati bilan o'zining uylari shuni bahriman bo'lib tursa, niyat qilmasmi? Bahriman bo'lardi. Va kaza nuqila anna nabiy sallallohu alayhi vasallam va sahaba kanu yusafiruna va yauduna ila awtanihim muqimina min ghayri niyya. Ular safar qilibdi, vataniga qaytdi. Alayda bir niyat qilgan hol rivoyat qilmagan emas. Albatta ko'ngildan da shu vatan qarab manganligi shu niyat hisoblanadi. Nima? Zaki bir niyat qilish kerak emas. Ana shana bir mazhab 15 kun degan bir nima bekitdi. Bu nadin kelgan va ammal muddatu 15 yawman famanqulatun an ibn Abbas va ibn Umar radhiyallohu anhum. 15 kunda bekitishda musabiqlardan bunda rivoyat qilingan bo'lg'achqa 15 kunda bekitdik deydi. ابن عباس بن عمر قال إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم بها 15 ليلة فأكمل الصلاة بها وإن كنت لا تدري متى تضعن فاقصرها وهذا سند حسن نبته. كان ابن أبي شيبة رواية أن ابن عمر كان إذا أجمع على إقامة 15 يوما سرح ظهره وصلى 4 قلغنا قيوتب تتركت أقيت وهذا سند صحيح. Demek musahabe kiramızda bunda kelgan deydi. Kelgan bo'lg'achqa biz shuni tutdik. Va la ya'rifu zalika illa tawqifa. Tawqifa. Çünkü tawfiqa deb qo'ygan. Tawqifa dema. Rasululloh shunda bekitpamisa, bu sahabe kiramlar o'zi diyordan gap emas bu. Lekin lahu hukmul marfu' deymiz. Yana bir dalil va li anna as-safara la yaqlu an al-labs al-qalil fa'tabarna al-15 katiran fasilan i'tibaran bi muddat at-tuhr. Yani bir taraftan safar degan odatda ancha-muncha bir kun ba'zi bir proqulda o'tanglarda qunab turib, ba'zi yezilda turib, minishni hali bo'lmaydi. Yani yarim yo'lda ketib ba'zi yer bir kun turgan ahvolim bor edi. Shunga biz 15 kunni bekitdik. Bir fasil qilib bekitdik. Yani 15 kun qara ko'p kun bo'ldi. Ataydan turay demasam, 15 kun joyda yo'lda ketib turmaydi. 3 kun turib qola, 15 kun turmaydi. İ'tibaran bi muddati tuhr. Biz aqallu tuhr 15 kun degan. Aqallu muddati tuhr 15 kun degan. Fiqda ham mana shu hayd va nifasga qiyos qilish bor. Ondan qutulg'ul bo'lmaydi. Bir ay almasam, bir ay ichida odat kirib saqaygandan keyin aqalli pok bo'lgan kun 15 kun degan. Ana shuni zotni qarashdi. Nima? Undan keyin 15 kun deb bekitishni namoz o'qish, o'qimaslik, ro'za tutmaslik bir nimada fasil qilganmi shariat qilgan. Nolga biz 15 kun deganni mishadin ekaldi. Bu qo'shimcha dalil, lekin asos dalil sahabe kiramdan kelgan rivoyat. Izlaha asarun fi ijab salati va isqata. Chunki shu aqal muddati to'g'rilikka shu 15 kundan namozni saqit qilib o'tish, namoz vojib bo'lishda ta'siri bor. Nolga biz 15 kunni bekitdik deydi. Ana shu masalada ulamoning qarashlari o'xshash emas. İmam Abu Hanife ve Süfyan Thavri 15 gün turman desa andın to'liq o'qiydi deydi ama İmam Ahmad ve Davud Zahiri 4 kundan ortiq turman desa andın to'liq o'qiydi deydi. İmam Şafii ve Malik 4 kun turman desa andın to'liq o'qiydi deydi. Lekin 3 kun bo'lsa, 3 kunda to'liq o'qimaydiganligi qasr qilgan hammalar ittifoq. 4 kunda İmam Malik ve Şafii to'xtab qoldi. 4 kun aşqanda İmam Ahmad Davud Zahiri to'xtab qoldi. Yani bir mazhab ilgirlab 15 kun deya to'xtadi. Albatta undan boshqa qarashim bor. 18 kun, 19 kun, 20 kun degandek. Lekin bu mashhur qarashlar. Fuqaho amsarning qarashlari. Abu Hanifa'ning yana bir dalili, maktabda kelgan dalillardan boshqa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkani fath qilgan yili Makkada namozni qasr qilib o'qigan.
Makka tug'an vaqt 15 kun atrofida. Albatta Makkaga kelgan kun bir Hunayn g'azotga chiqqan, kirgan kunlar, buni hisobsa 18 kun, 19 kun narsa bo'lishi mumkin. Lekin taxminan 15 kun degandek bir nima chiqadi. Ba'zi ulamolar 18 kun, 19 kun deganlar, 20 kun deganlar. Buni Imom Buxoriy Ibn Abbos rivoyat qildi debdi. Sahih Buxoriy bormi yo'qmi? Allohu a'lam. Bundan Ibn Mazhabning qarashi shu. Safarda shu namozni asli unga atalmoq harajroq qolmas uchun bormi? Ha. Ana masalan hozir davrimizda masalan 80 kilometr bilan 100 kilometrda vaqtga masalan muvaffaqiyat chiqqan birasa yarim soat berib bo'lishi mumkin. Bunun hozir qanday vaqtda haraj yo'q. Lekin biz yana shu tabarruk musulmonga yo'q, al-g'olib safarda al-g'olib al-mashaqqa. Yani hozir qatnash vositalari shunda talaqqiy qilib aeroplanga tushishdi. Aeroplanda safar qilib qolganlar. Aeroplanga chiqish, tushishda u tekshirishlar, u tamg'ilgan yerda chigirdan chiqishdi, nirvadigan jiddiylashgan, o'chirat tug'an, pasport chatashqanligidan ansirgan. Yani hozir japa balki burunqidan nechasi bo'lishi mumkin, qulay bo'lgan deb turib olgan ahvoldimi? Haqiqatan japa bor. Hamda japa bo'lsin, bo'lmasin, al-g'olib al-mashaqqa. Safar qat'an al-adab. O'zining diyoridan, uyidan ko'ngan ko'psi, yaxshi ko'rgan choy qahvalardan ham ayrilib bo'ladi. Mangan degan qattiq qurib tamoqni yeydi, so'yib qolgan tamoqni boshqa millatning tamoqlarini yeydi bu. Vaqtida yemaydi tamoqni, vaqtida uxlayolmaydi. Lekin al-g'olib kal-mutahaqqiq degan qoida bo'yicha muomala qilgan. Bo'lmasa shariatning ahkomlari har bir odamga nisbatan necha xil bo'ladi. 30 odam bo'lsa 30 xil chiqib qoldi. Lekin ma'lum bir daraja bir qiliqlashgan bo'lishi lazim. Shu masalan al-khalwa bil ajnabiyya harom qilindi shunama. Chataq chiqsa harom. Birelam deyish mumkin. Bu khalwa bil ajnabiyya zina qilsan degan bo'g'achda. Men bu khalvada o'tirib qolsammi, men faqat chataq chiqamaydim. Degan, chataq chiqarsa o'zining kashfisi. Lekin al-g'olib chataq chiqadi. Zaman shayton billah. Undan keyin buningda shunda bir qilib o'lcham hisoblaymiz. Ha, ba'zi aroqning esa aroqning ezma haramsi. Bu aroq bilan bir rum kessam mas'ulmayma degan mas'ulmisanmi? Haram shu. Ya'ni mas'ul bo'lgan bo'lish kerak emas. Chunki uni bir rum kesakin, ikkinchi rum kesida shunga asla mas'ul bo'ladi. Davomki o'sha al-g'olib kal-mutahaqqiq degan bo'yicha safar madannatul mashaqqa. Shunga safardan bo'ldi ekan, Nasayatidug'a xavf bo'lgan taqdirda dedi. Unda xavf yo'q. Xavf bo'lsin, bo'lmasin, safarlan bo'lsa tasir qilishlar. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.